Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Mana biz Ardolatda yesiqni yetib keldik. Bizga bergan omonatlarni Ardolatda yesiqni yetkazishga niyat qildik. Qani biz bilan birga bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Biz mana Ardolatda yesiqda bo'lsa-mu mechitida mechitga kelib meni namoz o'tayman degichlar bo'lsa, o'g'illarniki mana yo'l yo'riqlar hamma ko'rsatilib turdi. Qizlarniki mana mechitga kelib akamiz Artik akamizga kelib so'zlashsanlar bo'ldi. Aka, mushuni sizga topshirsam. Rahmat. Alloh razı olsun. Shu yerlarga kelib, mana bizning ustoz kelib mechitda janoatdan namoz o'qish ulgusini topshiribsizlar. Rahmat. Nihoyatda yaxshi cho'ng ish. Endi yaratgan degan sizlarning shu qolgan ishlarni olib berish nasib qilsin. Har qachon basqan qadamlar dag'dam bo'lsin. Asmimiz ochiq, zamonimiz tinch bo'lib, masjidimiz jamoatlar to'lsin. Ballarımızga insof tawfiq bersin, namozxonalarning soni ko'paysin. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Biz Yoshlar ovoz to'pi Yangi Qozog'iston WhatsApp to'pidan, ya'ni bo'lsa-mu Xo'jash Baxtiyor akamizning nomidan, Zubarshev Murodjon akamizning nomidan, bozordagi barliq qarindoshlarimizning nomidan, Sulton Qo'rg'ondagi jamoatning nomidan, Rashid Ahmadimizdan va boshqa qarindoshlarimizning nomidan bizga bergan omonatni sizlarga topshirishga ruxsat qilsanglar. Assalomu alaykum. Jurahdan bizni aslab kelganinglar rahmat. Yoshlar ovozdan kep tomoni Almutidan yosh bolalar ayaqdan sponsorlarning salomini yetkazaylik deb haqiqatan muhtoj bo'layotgan yosh bolalarga qo'l uchun sunib, shunchalik millat uchun janko'rlik qilayotgan qarindoshlarga rahmat hammanglarga. Alloh rozi bo'lsin. Kitap yo'llaringlar ochiq bo'lib, yuraveringlar emishim. Rahmat sizlarga hammanglarga. Men bu sponsorlarning atlarini bilmayman ekan, hammanglarga rahmat. Salomlarsizlarmi? Bugungi ota-onalar, bolalarning atынан sizlarga shunchalik rahmatimizni aytamiz. Alloh rozi bo'lsin. Tek shaxslik bo'lsin, omon bo'linglar. Ko'p rahmat.